Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun obzor Malibu 2 avtomobilimiz 1.5 turbo. Holati va shu idea turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin, mashina ovozi ham eshitilmayapti. Buni danilari 6 million narxi. 2017-yil 130 ming kilometr yurgan benzin 1.5 turbo. Avariya holatiga kelsak, avariya holati bor, unaqa strashniy emas lekin. Bitta chap tomon orqa krilo yegan, almashgan. Shunga avariyaga kirgan. Hatta qolgan joyida avariyasi yo'q. Yog' oqqan joylari ham yo'q mana. Mashina tiniq holatda turibdi, texnik holati. Buni endi kamchiliklari zatniy kamerasi ko'rsatmayapti, chunki orqa kamera o'rnatilmagan. O'sha kamerani o'rnatsa bo'ldi, chiqadi. Lyuk hozircha ishlamayapti ekan. Ochilmayapti, mana ko'rib turibsizlar. Buni egasiga siqib beradi. Kamchiliklari shu. Mo'yka qilinmagan xolos. Boshqa kamchilik yo'q. Qulayliklari avtopanik, signal LCD, monitor ko'rib turibsizlar, chiroyli. Ichlangan monitor, start stop, kalti ikkita. Xo'sh. Salon toza, urinmagan unaqa. Black box, GPS, HiPass, panorama hamma narsasi bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Malibu uchaman deyapti. Malibu o'yinganlar biladi mana. Old sensorlari bor ekan. Hamma narsasi joyida. So'rasizlar. Keyin yana bitta narsani ko'rsatyapman. Ashkesdan chiqdi. Bakovoylari zatning yurganda o'zgaradi. Mashinani o'chirganimizda sidini joyiga qaytaradi. Eshikni ochganda elektronlik sidini suriladi. Qulayliklar zo'r. Aloqa qilib ko'rasizlar.